Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ydi. Tramp. Naqd pul 1-apreldan O'zbekistonda to'liq bekor qilinadi. Eron oliy rahbari AQSh taklifini keskin rad etdi. Zelenskiy Netanyahuga taklif bilan chiqdi. Sizni bel va bo'yin og'riqlari bezovta qiladimi? Unda sizga ajoyib Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini cho'zish uchun ideal moslamani taklif etamiz. Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini muloyim cho'zish uchun mo'ljallangan. Bo'yin va orqa sohadagi og'riqlarni yengillashtiradi. Skolyozni davolashga va bo'yindagi grijani yo'qotishga yordam beradi. Mushaklarning zo'riqishini kamaytiradi va bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi. Stress va asabiylikni kamaytiradi. Uy sharoitida foydalanish uchun ideal. Salomatligingizga e'tibor bering. Hoziroq buyurtma bering. To'lovni mahsulot qo'lingizga qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Kim Chen In agar Yevropa va Qo'shma Shtatlar Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishga jur'at etsa, ularga qarshi yadroviy qurol ishlatishni buyurishdan tortinmasligini aytdi. Eron oliy rahbari AQSh taklifini keskin rad etdi. Reuters agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mujtabo Xomanaiy AQSh tomonidan mojaroni yumshatish va tinchlikka erishishga qaratilgan takliflarni qabul qilmadi. Manba ta'kidlashicha, Eronga ushbu taklif ikki vositachi davlat orqali yetkazilgan. Ismi ochiqlanmagan eronlik rasmiy manbaning bildirishicha, ushbu tashabbus AQSh bilan keskinlikni pasaytirish va muzokaralarni boshlash imkoniyatini o'z ichiga olgan. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, tashqi siyosatga bag'ishlangan dastlabki uchrashuvlardan Mujtabo Xomanaining AQSh va Isroilga nisbatan pozitsiyasi juda qat'iy va jiddiy ekani alohida qayd etilgan. Shu bilan birga mazkur uchrashuvda Xomanaiy shaxsan ishtirok etmagani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Reuters qayd etishicha, vositachilar orqali yuborilgan taklif Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyatni yumshatish hamda ehtimoliy kelishuv variantlarini muhokama qilishga qaratilgan edi. NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ydi. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp NATO davlatlarining Eronga qarshi operatsiyasida ishtirok etmasligini keskin tanqid qildi. Menimcha, NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ymoqda. Bizga ular kerak emas, ammo ular bizni qo'llab-quvvatlashi kerak edi, dedi Tramp jurnalistlar bilan muloqotda. Tramp AQShning yillar davomida ittifoqchilar xavfsizligi uchun trillionlab dollar sarflaganini ta'kidlab, ularning Vashingtonga yetarlicha yordam bermayotganidan noroziligini bildirdi. Biz boshqalarga yordam beramiz, ammo ular bizga yordam bermaydi, dedi u. Tramp ayrim Yevropa yetakchilarini ham tanqid qildi. U Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tez orada lavozimini tark etishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, u Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmerning pozitsiyasidan ham norozi ekanligini yashirib o'tirmadi. Shu bilan birga Tramp Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Bahraynni qo'llab-quvvatlovi uchun maqtadi. Prezidentning aytishicha, AQSh hozircha Erondan chiqishga tayyor emas, ammo yaqin vaqtda bu amalga oshirilishi mumkin. Naqd pul 1-apreldan O'zbekistonda to'liq bekor qilinadi. Rasmiy manbalar ma'lumotiga ko'ra, 2026-yil 1-apreldan e'tiboran O'zbekistonda naqd pulga qat'iy cheklov joriy etiladi. Endi yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin, dizel, propan, metan va elektr transport vositalarini zaryadlash hamda elektr energiyasi, gaz va suv uchun to'lovlar naqd orqali amalga oshirilmaydi. To'lovlar faqat karta yoki elektron to'lov vositalari orqali qabul qilinadi. Shuningdek, 25 million so'mdan ortiq xaridlar ham faqat bank o'tkazmalari orqali amalga oshiriladi. Avtomobillar, uy-joylar va boshqa qimmatbaho tovarlarni xarid qilish uchun ham karta yoki elektron usuldan foydalanish majburiy bo'ladi. Bu yangi tartib aholi va tadbirkorlar uchun ham qulaylik yaratadi, ham iqtisodiy jarayonlarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Zelenskiy Netanyahuga taklif bilan chiqdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Uning aytishicha, Isroil tomoni allaqachon muloqot o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan. Unda menga kerakli narsa bor, menda esa unga kerakli narsa bor. Shuning uchun men bu muloqotga tayyorman, dedi Zelenskiy The Jerusalem Postga bergan intervyusida. Ukraina prezidentining asosiy koziri Ironiy davlatlarga qarshi kurash bo'yicha to'plangan tajriba. Gap shahid dronlar haqida bormoqda. Ukraina ularga Rossiya bilan urush davomida duch kelgan, hozir esa bu dronlar Yaqin Sharqda qo'llanilmoqda. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urush fonida Ukraina tajribasiga xalqaro talab keskin oshgan. Kiyev allaqachon Fors ko'rfazi davlatlariga harbiy mutaxassislarni yuborib, dronlarga qarshi himoya, radio elektron kurash va uskunalar yetkazib berish masalalari bo'yicha maslahatlar bermoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga 10 dan ortiq so'rov kelib tushgan. Shu bilan birga Kiyev o'z tajribasini bepul taqdim etmoqchi emas. Zelenskiy AQSh bilan 35-50 milliard
milliard dollarlik kelishuv imzolashni istashini aytdi. Biroq AQSh prezidenti Donald Tramp 13-mart kuni bu taklifni rad etib, Amerika Eron dronlariga qarshi Kiyev yordamsiz ham kurasha olishini bildirgan. Zelenskiy esa buni ritorika deb baholadi. Bu hamkorlik taklifi Eron bilan munosabatlarni yanada yomonlashtirgan. Eron deputati Ibrahim Aziziy ogohlantirishicha, agar Ukraina Isroilga dronlar sohasida yordam bersa, u amalda urushga kirgan hisoblanadi va o'z hududini Eron uchun qonuniy nishonga aylantiradi. Men Kubani egallab olishni xohlayman. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Kuba hukumatiga nisbatan bosimni kuchaytirmoqda va mamlakatdagi amaldagi rahbariyatni almashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda The New York Times nashri manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Washington Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canelni hokimiyatdan chetlatish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Shu bilan birga AQSh Kubaning siyosiy tizimini to'liq o'zgartirish niyatida emasligi qayd etilgan. Tramp jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Kubaga nisbatan rejalari haqida keskin bayonotlar bergan. Men Kubani egallab olishni xohlayman. Uni ozod qilish yoki nazoratga olish, nima qilishni istasam shuni qilaman, dedi Tramp. Nashr ma'lumotiga ko'ra, AQSh tomonidan joriy etilgan bosim choralari ortida oroldagi vaziyat og'irlashib, elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Ayni paytda Washington va Gavana o'rtasida muzokaralar olib borilmoqda. Kuba tomon mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga umid qilmoqda, biroq hozircha aniq natijalar kuzatilmagan. Tramp esa hozirgi paytda ustuvor e'tiborni Yaqin Sharqdagi vaziyatga qaratayotganini, Eron bilan bog'liq harbiy operatsiya yakunlanganidan so'ng AQSh siyosatida Kuba masalasiga alohida e'tibor qaratilishi mumkinligini bildirgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Kubada yaqin vaqtlarda hokimiyat almashish ehtimoli haqida ham bayonot bergan. Isroil Larijoniy o'ldirilganini e'lon qildi. Eron bu xabarni tasdiqlamadi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz Tehronga hujum chog'ida Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larijoniy o'ldirilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, mazkur hujumda Basij kuchlari rahbaridan biri ham halok bo'lgan. Biroq Eron tomon bu ma'lumotni bilvosita rad etmoqda. Larijoniy idorasi tomonidan uning nomidan maktub e'lon qilinib, u tirik ekaniga ishora qilingan. Hozircha mazkur holat yuzasidan mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan aniq ma'lumotlar mavjud emas. Tramp Eronning AQSh urushda g'alaba qozongani uchun Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yishini adolatsizlik deb atadi. Bu ularning tomonidan ham adolatsiz. Biz allaqachon g'alaba qozonganmiz. Ularning qilayotgan ishlarini davom ettirishga haqqi yo'q. The Washington Post ma'lumotlariga ko'ra, AQSh razvedka baholashlari shundan dalolat beradiki, Eron rejimi saqlanib qolish ehtimoli yuqori. Hatto urushdan keyin yanada kuchaygan va qat'iylashgan holda chiqishi mumkin, chunki Tehron o'zini Trampga qarshi turib, omon qoldik deb hisoblashi mumkin. Shuningdek, razvedka manbalariga ko'ra, rejim ichki nazoratni saqlab qolgan, kuch tuzilmalari, ayniqsa Eron kuch ishlatar tizimi hokimiyatni yanada mustahkamlamoqda. Hozircha rejim qulash xavfi yo'q. AQSh razvedkasiga ko'ra, bu urush rejimni ag'darish o'rniga aksincha uni yanada mustahkamlab qo'yishi mumkin. Eron Hormuz bo'g'ozini ochishning dastlabki shartlarini ma'lum qildi. Ular quyidagilardan iborat: Eronga qarshi sanksiyalarning kafolatli tarzda bekor qilinishi, Fors ko'rfazidagi AQSh harbiy bazalarining olib chiqib ketilishi, Eronning muzlatilgan aktivlarining qaytarilishi, neft savdosini dollar orqali emas, boshqa valyutalar orqali amalga oshirish. AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi mojaroning keskinlashuvi ortidan Tehron amalda Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ydi. Bu bo'g'oz Fors ko'rfazi davlatlaridan neft va neft mahsulotlari, suyultirilgan tabiiy gaz tashishda asosiy yo'l hisoblanadi. Jahon neft ta'minotining taxminan 20% shu yo'l orqali amalga oshiriladi.